Assalomu alaykum qarindoshlar. Tövəndə mən Xuzat Altay efendinin videosunu görüp azraq özümün fikrini bayan qılğım geldi. Yıllardan beri Dünya Uyghur Qurultayı chet eldeki bo'layotgan faoliyatlarning hammasini biz qildik. Uyghur qonunlarini biz chiqardik. Lager şahitlerini biz chiqardik. Bütün işlerini biz qilyapmiz. Biz Uyg'urning hammamiz shu bizning biz Uyg'urning vekili deb jarsasa, buning to'g'riliq gap yo'q. Sharq Turkiston sürgün hukumatimi o'zi qilgan ishlarninki bir qismini asiltib, mana ishlarga bizningmi sho'rpida bir tuzimiz bo'ldi deb buni xalq asiltib qo'ysa, buni men qildim deb chiqavasi bo'lmaydi deb shunda desa, bu to'g'ri bo'lmaydi qarindoshlar. Eşek go'shti haram, hamma odamga haram bo'lishi kerak. Dünya Uyghur Qurultayıga eşek go'shti halal, sürgün hukumatga haram bo'ladigan ish yo'q. Sharq Turkiston davosini her teşkilat, her hükümet, her vicdanı va adam o'zir qilib chiqib, bu ishni men qildim deyish haqqi bor. Mushunda deyish orqali xalqni o'ziga tortish, xalqni o'ziga janib qilish, xalqni bu davoga so'rab kirish siyosati bor. Mush yo'lda mangadi ko'plagan odamlar. Bu yerda ayrımçılık qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Dünya Uyghur Qurultayı nima deyotgan bo'lsa, natijangizda Sharq Turkiston sürgün hukumatimi shuning bir ustida, shuningdan cho'ngroq talablar bilan o'tirib chiqyapti. Ba'zi bir Dünya Uyghur Qurultayı kun tartibga eklanmagan masalalarni Sharq Turkiston sürgün hukumatı kun tartibga ekilyapti. Shuning uchun bu yerda ayrımçılık qilib, Dünya Uyghur qilsa, Dünya Uyghur Qurultayı qilsa, buni yaxshi deb buni qo'llab Sharq Turkiston sürgün hukumatı ba'zi masalalarni ko'tarib chiqsa, voy men qildim desa bo'lmaydi deb tanqidlasa to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu har bir odam turib olgan davlatidan, davlatninki o'zining bir xalqarodagi obro'yidan foydalanib, Amerikadan bir adam so'zlasa, shundaq demokratik, shundaq erkinlik uchun so'zlaydigandek manda havo yaratsa, bu gaplarni anglab qo'yib, o'z joyiga qo'yib qo'yish kerak qarindoshlar. To'g'ri gapni mayli jahannamning tagidan chiqib qilsin, mayli boshqa davlatlar turib qilsin, to'g'ri gapni qilgan odamni to'g'ri yerda hamma yerda qo'llash kerak. Xato gapni qilsin, mayli Germaniyadan qilsin, mayli Amerikadan qilsin, o gapni anglamaslik kerak, qabul qilmaymiz. Sharq Turkiston sürgün hukumatı nima ish qilgan bo'lsa, buni xalqqa deyish, ma'ni men qildim deyish haqqi. Jafo tortyapti, haqsiz, pulsiz ishlab, kech kunduz. 20 milyon dolar pul elib xizmat qilayotgan Dünya Uyghur Qurultayimi bütün davoni men qilyapman, chet eldikini men qilaman deb nafsini yo'g'on qilib, boshqa odamlarni da'vo qilishlarni chiqib, har turli sotlarga berib degandek qilmag'ur ishlarni qilayotganligini hammamiz bilamiz. Shuning uchun bu gap to'g'ri emas. Mushu Xuzat Altayning gapiga mening bergan bir e'tirozim. Xalq to'g'ri gaplarni anglasin.